Juda ko'p kishi kommentariyalarda izoh yozdiki, Umid aka nimaga Termizdan xuddi mana shunaqa gipkamen fasadlar video chiqarmaysiz? Nimaga termizliklar zakaz qilishmayaptimi deganlar uchun yo'q, o'rtoqlar, har bitta tuman, har bitta mahalladan biz videolar chiqaramiz, chunki juda ko'plab mahalla, tumanlarda ishlar bo'lyapti va qo'shni respublika viloyatlardan ham ish bo'lyapti. Faqat chiqarishimiz qiyinroq bo'lyapti. To'lqin akamiz zakazni yetkaza olmayapti. Shu uchun bugungi video roligimiz termizlik obunachilarimizdan juda ko'p kelgan ekan. Biz hozir Termiz tumani Qirillik Amir Temur mahallasida mana shu bitgan xonadonimizni sizlarga qisqacha obzorni ko'rsatib o'tib ketamiz. Gipkamen qildirmoqchi bo'lgan do'stlaringizga esa bu videoni ulashib qo'ysangiz bo'ladi. Sababi hozirgi kecha kunduzda juda talabgir fasadlardan hisoblanadi. Narxlari ham juda ham qimmat emas, ya arzon emas. O'rta holatda sifatlariga esa 10 yilgacha garantiya sex tomonidan berilyapti. Bularda mahsulotlarni to'liq ma'lumotlarni hozir To'lqin akamda o'zlari beradi. Bu ko'rayotgan xonadoningiz esa 13 ga 9 razmerda. Agarda mana shu razmerdagi xonadonlaringiz bo'lsa yoki shu razmerga yaqinroq bo'lsa, o'rtacha 200 kvadrat bo'ladi. Chunki bu xonadonimizda o'rtasida darvozaxonasi ham bor. To'liq ma'lumotlarni To'lqin akamiz o'zi bersinda, men esa sizlarga chiroyli qilib mana shu fasadlarda bitayotgan holatini ko'rsatib o'tib ketaman. Xudo xolasa bugungi sanamiz 8-may sanasi. Ustalarimiz ham esa yakun qilyapti. Xudo xolasa bu yog'i yeb ichar o'rtoqlar. Boshladik. Like'ni bosib qo'yish esdan chiqmasin. Chiroyli kontentlarni ko'rish uchun esa kanalda obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xonadonimizga o'zlari chiroyli qilib baho berasizlar, chunki o'rtoqlar, xonadonimiz juda ajoyib holatda bo'lgan, ranglari oq va qora ranglardan foydalangan. Fason juda chiroyli, xonadon ham ixcham. Tunika fonlarini ham o'ziga moslab qildirib o'tdilar. O'rtoqlar, tunika fon xizmatlari uchun ham albatta kanalimizda ustalar bor. Bu fasonimiz 32 ga 9 razmerda. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, abilsovka fasonda yaratishgan. Mana bu tomonlari qora va o'rtasida oq rang berilgan. Hozir ichkaridan ham sizlarga videolarda ko'rsatib o'tib ketamiz. Sokinlar bilan komplekt holatda fasadimiz bitgan. Mana ichkariga kirib kelamiz o'rtoqlar. Mana darvozaxona aytdik-ku, darvozaxonamiz ham to'liq bo'lgan. Hozir lak qilish ishlari bo'lyapti. Bugun aytganimizdek yakun. Munodkora klibos. Usta aka, hormang, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Mana aytganimizdek ishlar bitgandan keyin xudo mana shunaqa lak uriladi. To'lqin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli Umid Rashidov kanali obunachilari. Rahmat, o'zingiz zo'rmisiz? Rahmat. Mana bugun Umidjon bilan yana Termiz tumaniga keldik, Qirillik, ya'ni Amir Temur mahallasiga. Bu uyimizni ham bir obzor qilishni joiz deb topdik. Albatta. Termizdan juda ko'p kishi yozdi kommentariyada. Kommentariyalarda ham Termizdan ham yozilyapti, Termiz tumanlaridan ham kommentariyalar bo'lyapti. No, uylarimiz ham bu yerda ham ko'p bo'lyapti. Yaqinda yana bitta uyimiz boshlaymiz bundan keyin shu Termiz tumanida. Namunada. Namunada. Uni ham xudo xolasa efir qilamiz. Yana qolaversa mana bugun 8-may sanasi bo'lsa, ertangi kirib kelgan xotira kuni bilan hammalaringiz muborakbod etamiz. Hammamizga kelgusi yillarda mana shunday bayramlarni kutib olish nasib qilsin. Hammaning ishiga omad, sog'lik tilaymiz. Obzorimizni boshlaymiz. Mana bu uyimiz Umidjon mana miramir fasonlarda bo'lgan. Oq va qora ranglarda. Burchaklari qora, bu asosiy devorlar mana oq miramir fasonda bo'lgan. Kak abilsovka fason. Shu 9 ga 32 lik g'ishimiz. Uyda egalarining talab va istaklariga binoan shunaqa fason ishlar. Endi so'kilimizni mana bu yerda sal beton chiqib qolganligi sababli mana shunday holatga kelib turibdi. Lekin menga ko'rinmadi hozir. Shu yerda mana shunday so'kilimizda nima bor? Plita qo'yganda. Shunda. Qolgan joylari ko'rsatib o'ting, tekis qolgan joylarda bunaqa nimasi yo'q. To'lqin aka, obshi necha kvadrat chiqdi? Bu uyimiz 9 ga 13 uy. Endi mana bu naveslari bilan obshi hamma joyini so'killari bilan kvadratga hisoblaganimizda 208 kvadratmi shunaqa. Hozir endi lak urilyapti, Lak urilyapti. Oxirida. Laklayapti. Bu yo'qoladi rangi? Bu 5 svetku yo'qolib ketadi rangi. Gipkamen fasad aboylarimiz. Xudo xolasa uylarimiz juda ko'p. Video qilib isbot qila olmayapmiz. Mana bu doim o'zi 3 xil rangda chiqarib qoldik video. Shunda, Endi bu safar mana shu oq svetni ham bir chiqaraylik dedik. Hali bundan yana ham bir svetlarda ishlayotgan uylarimiz bor, ularni ham chiqaramiz. Menimcha obunachilar ham
shu 3 xil rangda ko'raverib ko'p zerikib qoldim menimcha. Endi bitta narsa borda aka. Klient qanaqa rang desa iloji yo'q, bir xil bo'lsam 100 ta xonadonga bo'lsam qilasiz. Shunaqa. Biz Iloji yo'q. qilib beruvchi odam Shunday. klient nimani tanlasa shuni qilib beramiz. Aytganingizda 100 kishi bir xil fason tanlasa, shu 100 ta bir xil fason. Kottejda qilib tashlaysiz, iloji yo'q. Iloji yo'q. Kim qanaqa fason tanlasa shuni qilib beramiz. Didga qarab kimga shu rang ma'qul keladi, lekin eng yaxshi ranglarni chiqaryapmiz-da o'zi. O'sha bizni kuzatuvchi obunachilarimiz ham ancha-muncha unday did egalarida o'zi. Shunday didlari baland. Internetni ko'rib eng zo'rini tanlaydiganlarda. Mana bu tomonlar ham o'rtoqlar. Tunikafon xizmatlari uchun ham Faxriddin do'stimiz bor. Bemalol aloqa chiqarasizlar. To'lqin akamga aloqa chiqsaringiz ham nomerini beradi. Farqi yo'q. Hammasi bitta, o'zi tashti birimiz. Bu tomonlar uchun sokuli bo'lmaydi, chunki bu tomonlar qo'shniga qarar ekan, baribir devorni qilib qo'yaylik deyishdi. Shunday. Sokuli qoldi bu yog'i. Ha, bo'ladi. Endi tepa bo'lgani uchun devorni qilib qo'yamiz deyishdi. Hozir o'zi qurilish qilish ham juda qiyin o'zi. Mana shunday ixcham uy 13 ga 9 razmer yaxshi. Mana ikkita bu tomonda uy bo'lsa, ikkita bu tomonda uy bo'ladi. Bitta xo'jalikka normal. Normalda. Hozir o'zi uy qurish ham o'zi bo'lmaydi-ku. Xullas, menimcha o'rtoqlar, uy sizlarga ma'qul keldi deb o'ylayman. Hozir tashqarida ustalar ham ishlayapti. Ustalardan bir qator ko'rsataman. Pastida Versace ham beribsiz, To'lqin aka? Ha, Versace'larni ham berdik. Kamdan kam berardingiz bunaqa? Ha, kam berardik, lekin bu uyimizga shu kerak edi, berdik. Qarang, bu двойной bo'lgani? Двойной слой bo'lgan. Kvadrati qanaqa bo'ladi keyin bu? Bu pagonometrga yuradi. Ha, pagonometr. O'rtoqlar, mana tagidan oq mramorni o'zi yopishtirilganda, ustidan Versace alohida. Bunda Ha, bu o'zi tagi aboy, ustiga Versace ishlov berilgan. Bu двойной слой pagonometrga yuradi. Shunday, buni xizmatni ham anchagina qo'lda ushlaydi-da. Ha, xizmati bor o'ziga yarasha. Lekin juda chiroyli chiqqan. Qarang. Shu narsa ham bilib beradi. Qanaqa bo'lyapti? Kvadrat o'zgarmadimi? Sizlar kvadrat svet ko'tarildi, gaz ko'tarildi, sizlar gaz ko'tarildi, svet ko'tarildi, lekin bizda haligacha shu eski narx. Shu 85 ming, 90 ming qilib turibmiz hozircha. Endi hozir uni ko'tarishda ham imkonini ko'p topolmadik ham, topolmaydi ham, chunki hozir xalqda o'zida ham shunday. Naqd pul. Endi o'zimizga ozgina nima bo'lsa ham naqd ko'targanimiz yo'q. Shu 85 ming, 90 ming bo'lib turibdi. Obyomiga qarab, kvadratiga qarab, devorning holatiga qarab. Fasonlarda farqi yo'q, hammasi bir xil narx. Zo'r, gap yo'q. Tashqaridan sifatlisi, sifatiga har doim aytib o'tamiz, sifati bizda o'zgacha. Eng sara mahsulotlar. Rossiyskiy texnologiyada chiqaramiz. 10 yillik garantiyamiz bor, har doim aytganmiz. Undan keyin ham turaveradi, hech qanaqa xavotir oladigan joyi yo'q. 10 yildan keyin qo'yib tashar ekanmiz. Akamiz uyda egalari. Ey, yashang. Ukamiz. Aka, uy qanday bo'ldi? Ko'ngilga ma'qul bo'ldimi? Zo'r. Ey, yashang. Ey, yashang. Yashang. Ma'qulmi sizga? Juda ma'qul. Zo'r. Mana shu uylar nasib qilsa. Nasib sizga ham aka, mana shu nasib qilsa faqat to'ylar bo'lsin. To'ylar bo'lsin, hali bu bilan cheklanmaydi. Hammamiz og'ayib qolamiz, aka-uka bo'lib. Nasib qilsa. To'ylarda chaqiraman bu yigitlarni. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Nasib qilsa, ko'nglim ochiq odamman-da. Nasib qilsa aka. Aka, ko'nglim ochiq insonni xonadonida ishlasangiz, ish ham o'zi. Ish ham yuradi, charchamaysan. Kechgacha tugatamiz deb bosamiz ishlayapti. Akam ham bu yoqdan motivatsiya beryapti. Ukam ham qildirish kerak. Ha, nasib Sizlarda yana bir tariflar bor ekan-ku, bunday. Muddati to'lovda ham bor ekan. Ha, bor, muddatni to'lovda. Uni ham qildiradi. Keyin qo'shni bor, naqd pul beradigan. Xo'p, ustalarimiz ishni yakuni eng qiziq joyi, xudo xolasa ertaga aytganimizdek xotira bayram. Nasib bo'lsa bugun tugayapti ishlar. Bitta derazamizda atrof qolgan, sokinlari bo'ldi. Akamiz u yoqdan laklartib kelyapti. Biz ham syomkani qisqa qilamiz, vaqtlaringizni olmaymiz. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqasizlar. Xudo xolasa Surxondaryo bo'ylab xizmatlar amalga oshiriladi. Agarda O'zbekiston bo'ylab zakazlar bo'lsa ham bemalol qabul qilamiz. Qo'shni davlatlardan Tojikistonga ham borib qilib berishadi. Bemalol telefon qiling, sifati va ishlarni mana shunday chiroyli chiqishiga kafolat beriladi. Rahmat e'tibor uchun. Ketgan ozgina vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Agarda mana shu usta akalarning xizmati sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bilan mana shu ustalarimizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sog' bo'linglar.